Bugun men juda muhim masalani ko'taryapman. Ko'p pensionerlar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lov haqida bilmay yurishadi. Bilganlar esa ko'pincha qayerga murojaat qilishni, qanday hujjat topshirishni, nima talab qilishni aniq tushunmaydi. Natijada odam yillar davomida kamroq pul olib yurishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki uyda bitta pensioner bo'lsa, bu masala butun oila byudjetiga ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi yosh katta insonlarga yuboring. Men ko'p murojaatlarda bitta holatni ko'raman. Pensioner pensiya oladi, lekin pensiya qanday hisoblanganini bilmaydi. Unga qaysi davrdagi ish staji qo'shilgan, qaysi ish haqi hisob olingan, nogironlik guruhi, qarovdagi shaxs yolg'iz yashash holati, ustama yoki kompensatsiya kabi bandlar to'g'ri qo'llanganmi, buni tekshirmaydi. Ko'pincha odamlar davlat o'zi biladi. Hammasini avtomatik qilib beradi deb o'ylaydi. Aslida esa ko'p narsalar hujjatga bog'liq. Hujjat bo'lmasa, ariza bo'lmasa, ayrim ma'lumotlar bazada ko'rinmasa, qo'shimcha to'lov ham tayinlanmasligi mumkin. Oldin vaziyat boshqacharoq edi. Ko'p ma'lumotlar qog'oz hujjatlarda yuritilar edi. Ish staji mehnat daftarchasiga qarab tekshirilardi, ish haqi haqida ma'lumot arxidan olinardi. Har bir idoraga alohida borish kerak bo'lardi. Pensionerning o'zi yoki farzandi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, navbat kutib, ariza yozib, ma'lumotnoma olib kelardi. Agar mehnat daftarchasida yozuv xira bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv topilmasa, ayrim davrlar hisobga olinmay qolardi. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilardi. Hozir ko'p tizimlar elektronlashdi. Ayrim ma'lumotlar idoralararo almashuv orqali olinadi, ayrim to'lovlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin men sizga ochiq aytaman, elektronlashdi degani hamma narsa ideal ishlaydi degani emas. Ba'zida xato bo'lishi mumkin. Eski ish joyi bo'yicha ma'lumot kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ism, familiyada bitta harf farq qilishi mumkin. Pasport ma'lumotlari yangilanganda eski ma'lumot bog'lanmay qolishi mumkin. Shuning uchun pensioner o'z huquqini o'zi tekshirtirmasa, pul yo'qolishi yoki kechikishi ehtimoli bor. Bu yerda yashirishmoqda degan gapni men shunday tushuntiraman. Ko'pincha masala kimdir kelib pensionerning pulini ataylab bermayapti degani emas. Muammo shundaki, odamlarga yetarlicha tushuntirilmaydi. Huquqlar sodda tilda aytilmaydi. Qo'shimcha to'lov olish uchun qanday holatlarda ariza berish kerakligi ko'pchilikka yetib bormaydi. Pensioner esa menga aytishmadi, demak menga tegishli emas deb o'ylab yuradi. Eng katta xato ham mana shu. Birinchi navbatda pensiya faqat bitta raqam emas. U bir nechta omillardan shakllanadi. Ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi. Shuningdek, qonunchilikda belgilangan ustamalar va qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar alohida toifadagi shaxs bo'lgani uchun ustama oladi. Ayrimlari sog'lig'i, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar yoki boshqa ijtimoiy holatlar sabab qo'shimcha yordamga haqli bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner o'tgan yil maktabda ishlagan bo'lishi mumkin. Pensiyaga chiqqanda faqat mehnat daftarchasidagi asosiy yozuvlar kiritilgan. Lekin bir necha yil boshqa maktabda yarim stavka ishlagani yoki qo'shimcha dars soatlari bo'yicha olgan ish haqi to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar shu davrlar tasdiqlansa va qonuniy tartibda hisobga olinadigan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim juda katta pul bo'lmasligi mumkin, lekin oyga 100 ming yoki 200 ming so'm farq ham pensioner uchun muhim. Bir yilga hisoblasak, bu 600 mingdan 2 million 400 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, ayol kishi kolxozda, keyin tikuvchilik seksida, keyin bozor yonidagi kichik korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar bor, ayrimlari yo'q. U pensiyaga chiqib, menga kam chiqdi deydi, lekin sababini bilmaydi. Tekshirsa 5 yil ish staji umuman kiritilmagan bo'lib chiqadi. Nega? Chunki korxona yopilgan, arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Agar o'sha davr bo'yicha arxivdan tasdiq olinib, tegishli tartibda topshirilsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Bu odamga sizga qo'shimcha to'lov beriladi deb hech kim uyga kelib aytmasligi mumkin. U o'zi qiziqishi kerak. Uchinchi misol, pensioner nogironlik guruhi olgan, lekin pensiya bo'limiga bu haqda vaqtida ma'lumot yetib bormagan
yoki hujjat yangilanishi kerak bo'lgan. Odam nogironlik belgilandi. Endi hamma joyda avtomatik ko'rinadi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim holatlarda tegishli ma'lumotni tekshirtirish, ariza berish, guvohnoma yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi bo'yicha ma'lumot to'g'ri aks etganini aniqlash zarur. Agar shu qilinmasa, odam o'ziga tegishli bo'lgan imtiyoz yoki ustamani kechroq olishi mumkin. 4-misol. Erkak kishi pensiyada, lekin hali ishlashda davom etmoqda. U bir necha yil davomida pensiya olgan holda ishlagan va ish beruvchi tomonidan badallar to'langan. U men endi pensiyadaman. Ishlagan yillarim baribir ta'sir qilmaydi deb o'ylashi mumkin. Lekin ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha staj yoki daromadni inobatga olish bo'yicha tartiblar bo'lishi mumkin. Bu masalada aniq javobni yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma shaklida so'rash kerak. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanmaslik kerak. Men birinchi navbatda pensiyasi kutilgandan kam chiqqan insonlarga murojaat qilaman. Agar siz 25-30 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, taqdirim shu ekan deb o'tirmang. Pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Unda qaysi yillar, qanday ish haqi, qancha staj hisobga olingani ko'rinishi kerak. Odamlar ko'pincha faqat kartaga tushgan pulni ko'radi. Hisob-kitobni esa umuman ko'rmaydi. Aslida eng muhim hujjat shularning ichida. Ikkinchi toifa, mehnat daftarsida xatolik bo'lganlar. Masalan, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan, familiya nikohdan oldingi yoki keyingi holatda farq qiladi. Muhr o'chib ketgan. Ishga kirgan va chiqqan sana to'liq ko'rinmaydi. Korxona nomi qisqartma bilan yozilgan. Bunday xatolar sabab staj hisobga olinmay qolishi mumkin. Odam esa men ishlaganman-ku deydi. Ha, ishlagansiz. Lekin pensiya tizim uchun bu hujjat bilan isbotlanishi kerak. 3-toifa, sobiq ittifoq davrida kolxoz sovxozlarda, qurilish trestlarida, zavodlarda, kichik korxonalarda ishlaganlar. Bu tashkilotlarning ko'p yopilgan. Nomi o'zgargan, hujjatlari arxivga topshirilgan yoki ayrim hollarda topilishi qiyin. Aynan shu joylarda ko'p muammo chiqadi. Agar sizning otangiz 1995 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlagan bo'lsa, lekin pensiya tayinlanganda bu davr kiritilmagan bo'lsa, bu oyma-oy pulga ta'sir qiladi. 4-toifa. Nogironligi bor pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Qaramog'ida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lganlar. Bu holatlarda qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam masalasi alohida tekshirilishi kerak. Men bu yerda hammaga bir xil sizga albatta falon so'm beriladi demayman. Chunki har bir to'lovning o'z sharti bor. Lekin tekshirtirish shart. Tekshirtirmasangiz, sizga tegishli imkoniyatdan bexabar qolishingiz mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'g'ri ko'ringan bo'lsa, ish stajingiz to'liq tasdiqlangan bo'lsa, pensiya hisob-kitobini olib tekshirgan bo'lsangiz va hammasi mos bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir har yili kamida bir marta pensiyangiz bo'yicha ma'lumotni tekshirib turing, chunki qonunchilik eng kam pensiya miqdorlari, ustamalar, indeksatsiya va kompensatsiyalar o'zgarishi mumkin. Agar siz faqat bazaviy miqdorda pensiya olayotgan bo'lsangiz va umuman ish stajingiz kam bo'lsa, hamma qo'shimcha to'lov sizga avtomatik tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin bu ham tekshirmaslik kerak degani emas. Men odamlarni yolg'on umid bilan ovutmoqchi emasman. Maqsadim shuki, har bir pensioner o'z hisob-kitobini ko'rsin, huquqini bilsin, hujjatini tartibga keltirsin. Eng katta nozik joylardan biri shuki, hamma davr ham stajga bir xil qo'shilavermaydi. Ayrim davrlar to'liq qo'shiladi, ayrimlari alohida shart bilan qo'shiladi, ayrimlari esa umuman qo'shilmasligi mumkin. Masalan, norasmiy ishlagan davrni isbotlash qiyin. Men falon ustaxonada 6 yil ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmaydi. Pensiya hisobida hujjat birinchi o'rinda turadi. Ish beruvchi buyruqlari, ish haqi qaydnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, mehnat shartnomasi. Badal to'langanini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala, qo'shimcha to'lovlar ko'pincha murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi yoki qayta hisoblashning o'z muddati bo'ladi. Ya'ni odam 5 yil oldin huquqi bo'lganini bugun bilsa, hamma vaqt uchun to'liq qaytarib olaman deb o'ylamasligi kerak. Qonunda muddatlar, ariza sanasi, hujjat topshirilgan sana, hatto kim tomonidan qilinganiga qarab farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmaslik juda muhim. Bugun bilsangiz, bugun harakat boshlang. 3-tuzoq, og'zaki javobga ishonib qolish.
pensiona boradi. Oynadagi xodim sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Odam uyiga qaytadi. Men bunday holatda har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Yozma murojaatda siz aniq so'raysiz. Pensiyam qanday hisoblangan? Qaysi staj davrlari hisobga olingan? Qo'shimcha to'lov yoki ustamaga huquqim bormi? Agar yo'q bo'lsa, qaysi asosga ko'ra yo'q? Yozma javob bo'lsa, keyin uni tahlil qilish. Yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki xatoni ko'rsatish mumkin. 4-tuzoq hujjatlarda ism familiya farqlari. Masalan, pasportda Yo'ldosheva, mehnat daftarchasida Yuldasheva, nikoh guvohnomasida boshqa familiya. Bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda ruscha, kirilcha, lotincha yozuvlar almashib ketgan bo'ladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Bu murakkab tuyuladi, lekin tartib bilan qilinsa hal bo'ladi. 5-nozik masala boshqa to'lovlar bilan aralashib ketish. Ba'zida odam pensiyaga qo'shimcha ustama ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam yoki mahalla orqali beriladigan yordam bilan adashtiradi. Har birining manbasi, sharti va ariza tartibi boshqa. Pensiya jamg'armasi bitta masalani ko'radi, mahalla boshqa masalani ko'radi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza boshqa hujjat beradi. Bandlik organi boshqa ma'lumotni yuritadi. Shuning uchun menga pul berishmadi deganda aynan qaysi pul haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Endi eng muhim qismga o'taman. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, pensiya hisob-kitobingizni so'rang. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Menga pensiyam qanday hisoblanganini ko'rsatadigan ma'lumot kerak deb aniq ayting. Faqat umumiy summa emas, staj, ish haqi, qo'llangan koeffitsiyentlar, ustamalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tushuntirish so'rang. Ikkinchi qadam, o'zingizda bor barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, diplom, harbiy xizmat hujjati bo'lsa harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar. Ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomalari, korxona buyruqlari, eski ma'lumotnomalar, hatto saqlanib qolgan ish joyi haqidagi qog'ozlar ham kerak bo'lishi mumkin. Hujjat qancha to'liq bo'lsa, imkoniyat shuncha katta. 3-qadam. Mehnat stajingizni o'zingiz jadval qilib chiqing. Qog'ozga yillar bo'yicha yozing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, qachon kirdingiz, qachon chiqdingiz, qaysi lavozimda bo'ldingiz, o'sha davr pensiya hisobida bormi yoki yo'qmi? Masalan, 1994 maktab, 1994-1990 zavod, 1992-1998 fermer xo'jaligi, 1999-2005 poliklinika. Keyin pensiya bo'limi bergan hisob-kitob bilan solishtiring. Agar siz yozgan davr bor, lekin hisobda yo'q bo'lsa, demak savol berish kerak. 4-qadam, yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam tayinlanishi va miqdori bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishingizni, barcha ish stajim, ish haqi ma'lumotlarim, menga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ustamalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Keyin ilova qilinayotgan hujjatlarni sanab o'ting. Arizani topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlang. 5-qadam, arxivlarni tekshiring. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman, shahar yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Ba'zida korxona boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'ladi. Hujjatlar voris korxonada saqlanadi. Siz arxivga murojaat qilib, falon yillarda falon korxonada ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma va ish haqi haqidagi ma'lumot kerak deb so'raysiz. Arxiv ma'lumotnomasi pensiya qayta hisobida juda muhim bo'lishi mumkin. 6-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar sizga qo'shimcha to'lov belgilanmaydi deyishsa, sababini so'rang. Qaysi qonun, qaysi band, qaysi hujjat yetishmayapti? Agar staj qo'shilmagan bo'lsa, ne qo'shilmagan? Muhr yo'qmi? Sana yo'qmi, arxiv tasdig'i kerakmi? Sabab aniq bo'lsa, keyingi harakat ham aniq bo'ladi. Sabab noaniq bo'lsa, qayta murojaat qiling. 7-qadam, zarur bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki yuridik maslahatga murojaat qiling. Men har doim pensionerlarga aytaman, agar sizning qo'lingizda hujjat bor, lekin uni inobatga olishmayotgan bo'lsa, jim turmang. Yuqori pensiya jamg'armasi organiga, xalq qabulxonasiga, adliya organlariga yoki malakali yuristga murojaat qilish mumkin.
Lekin hissiyot bilan emas, hujjat bilan boring. Meni aldashdi degandan ko'ra, mana bu davr hisobga olinmagan. Mana hujjatim, mana yozma javob desangiz, masala tezroq yechiladi. Tasavvur qiling, 68 yoshli opa 28 yil ishlagan, pensiyasi kam. Farzandi hujjatlarini tekshiradi va 1990 yildan 1996 yilgacha bo'lgan ish davri hisobga olinmaganini ko'radi. Sababi oddiy, korxona yopilgan. Mehnat daftarchasidagi murxira. Opa, endi nima foyda? Shuncha yil o'tib ketdi deydi. Lekin arxivdan ma'lumotnoma olinadi, ish haqi qaydlari topiladi, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Natijada oyga qo'shimcha pul chiqishi mumkin. Bu pul juda katta bo'lmasligi mumkin. Lekin dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat uchun yordam bo'ladi. Yana bir holat, pensioner aka ishlashda davom etgan. Lekin pensiyasini qayta hisoblatishni hech qachon so'ramagan. U har oy mening pensiyam nega oshmaydi deb norozi bo'lgan. Tekshiruvdan keyin ma'lum bo'ladiki, ayrim davrlar bo'yicha ma'lumotlar bazada bor. Lekin qayta hisoblash uchun murojaat qilinmagan. Bu yerda ham asosiy xulosa bitta. Siz so'ramasangiz har doim ham hech kim alohida tushuntirib bermaydi. 3-holat. Yolg'iz yashovchi keksa ayol mahalladan yordam so'ragan. Lekin pensiya bo'yicha ustam masalasini hech tekshirtirmagan. Farzandlari chetda, o'zi hujjat ishlarini bilmaydi. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim yordam berib, uning holatini o'rganadi. Natijada qaysi yordam mahalla orqali, qaysi to'lov pensiya tizimi orqali, qaysi xizmat tibbiyot orqali berilishi aniqlanadi. Mana shunday yondashuv kerak, hammasini bitta joydan kutmaslik, har bir to'lovning manbasini alohida bilish. Men alohida ogohlantiraman. Internetda hamma pensionerlarga falon miqdorda yashirin pul beriladi. Faqat mana bu raqamga yozing degan e'lonlarga ishonmang. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Ular karta raqami, SMS kod, pasport nusxasi, bank ilovasi parolini so'rashi mumkin. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Davlat organi sizdan telefon orqali bank kartangizdagi maxfiy kodni so'ramaydi. Qo'shimcha to'lov masalasi faqat rasmiy idoralar, rasmiy saytlar va yozma murojaatlar orqali hal qilinadi. Ikkinchi ogohlantirish, men tanish orqali bir kunda qilib beraman deganlarga pul bermang. Agar huquqingiz bo'lsa, uni hujjat bilan olasiz. Agar huquqingiz bo'lmasa, tanish ham qonuniy qilib bera olmaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjat, ariza, yozma javob, zarur bo'lsa shikoyat. Bu sekinroq tuyulishi mumkin, lekin xavfsiz yo'l. 3-ogohlantirish. Hujjatlaringizning asl nusxasini har kimga topshirmang. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa bering, aslini faqat rasmiy idorada ko'rsating. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, guvohnomalar yo'qolsa, qayta tiklash juda qiyin bo'lishi mumkin. Har bir topshirilgan hujjat bo'yicha ro'yxat va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Bugun siz pensioner bo'lmasligingiz mumkin, lekin ertaga bu masala sizga ham tegishli bo'ladi. Bundan tashqari, ko'pchiligimizning ota-onamiz, buvimiz, bobomiz pensiyada. Ular idora yurishga qiynaladi, navbatda turishga sog'ligi ko'tarmaydi, hujjat tilini tushunmaydi. Farzandlar esa ko'pincha o'yin pensiya olyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Men sizdan iltimos qilaman, bir marta vaqt ajrating, ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshirib bering. Bu ularga qilgan juda katta yordamingiz bo'ladi. Ba'zida oilada pensioner oyiga 20 ming so'm kam olayotgan bo'lishi mumkin. Bu bir qarashda katta pul emasdek tuyuladi, lekin yiliga 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar bu 5 yil davom etsa, 6 million so'm. Agar farq 200 ming bo'lsa, raqam yanada kattalashadi. Eng achinarlisi, odam bu pulga haqli bo'lishi mumkin, lekin bilmagani uchun olmaydi. Shuning uchun men bu mavzuni keskin qilib aytyapman. Bu ma'lumot yashirin qolmasligi kerak. Yana bir sabab, pensiya hisobidagi xatolar vaqt o'tgani sari qiyinlashadi. Bugun arxivda hujjat bor bo'lishi mumkin. Ertaga topish qiyinlashadi. Bugun ish joyidagi sobiq xodimlar tirik guvohlik berishi yoki yo'l ko'rsatishi mumkin. Yillar o'tgach bu imkoniyat kamayadi. Bugun familiya sana hujjat xatosini tuzatish mumkin. Keyin esa ko'proq vaqt va asab ketadi. Demak, kechiktirmaslik kerak. Men sizga bugun bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensioner o'z pensiyasini tekshirtirishga haqli. Qo'shimcha to'lov, ustama, qayta hisoblash yoki stajni to'liq kiritish masalasida hech qachon faqat taxmin bilan yurmaslik kerak. Hujjatlarni yig'ing, pensiya hisob kitobini oling, stajni solishtiring, yozma ariza bering, javobni talab qiling. Agar sizga tegishli pul bo'lsa, uni olish uchun eng kuchli qurolingiz hujjat va yozma murojaatdir.
Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq undan so'rang. Pensiyangiz qanday hisoblanganini ko'rganmisiz? Barcha ish yillaringiz qo'shilganmi? Ustama yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha tekshirtirganmisiz? Shu oddiy savollar ba'zan katta farq qiladi. Kommentariyada yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hisobida xato topganmisiz? Qo'shimcha to'lov olishga muvaffaq bo'lganmisiz? Qaysi joyda qiyinchilikka duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq pensionerlarga yetkazing.